Assalomu alaykum do'stlar, tinchmisizlar, omonmisizlar? Ajoyib yangilik. Xitoy tarixida birinchi marotaba sun'iy intellekt, ya'ni chatbot sudga berildi. Xitoylik abituriyentlardan biri universitetga kirish yo'lini chatbot yordamida bilmoqchi bo'lgan va suhbat davomida chatbot yanglishayotganligi haqida unga ko'rsatib bergan. Sun'iy intellekt bo'lsa, o'zini fikrida qat'iy qolib, agar mabodo haqiqatan ham yanglishayotgan bo'lsa, chatbot yaratuvchisi abituriyentga $14,000, ya'ni 100,000 yuan tovon puli to'lashligi haqida ham gapirib o'tgan. O'z-o'zidan keyin abituriyent chatbotni sudga bergan. Sud esa abituriyentning da'vosini qoniqarsiz deb topib, bunday chatbotlar faqatgina matn tuzish bo'yicha foydaliligini, ular adashishi mumkinligi haqida gapirishgan hamda hech qanday moliyaviy ziyon ko'rmaganligi uchun abituriyentga tovon puli undirib berishni ham rad etishgan. Shuning uchun do'stlar, har xil buni ChatGPT, chatbotlardan olgan ma'lumotlaringizni albatta ishonchli manbalardan tekshirib ko'ring.